Assalomu alaykum aziz tele tomoshabinlar. Sizlar bilan O'zbekiston vaqti bilan ko'rsatuvda jonli efirda ko'rishib turibmiz. Assalomu alaykum azizlar. Bugun 2-may sanasi, haftaning esa muborak juma kuni. Hamkasbim Nodir Nuriddinov hamda men Sa'diya To'ychiyeva 1 soat davomida e'tiboringiz markazidamiz. Mana kecha birgalikda favvoralar kuni bilan may oyini ham boshlab oldik. Bugun esa hamkasbim ta'kidlaganlaridek 2-may. Kino va dublyaj olamida juda ham muhim sana. Kinorejissyor, O'zbekiston xalq artisti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi va kino san'atining yorqin namoyandasi Komil Yormatov tavallud topgan kun. Yodimga tushib ketdi Nodir, esizdami bolaligimizda. Komil Yormatov nomidagi O'zbek film ijodiy studiyasida dublyaj qilingan desa, darhol televizor qarshisiga oshiqardik, chunki bilardikki hozir juda qiziqarli va zo'r film tomosha qilishimizni, to'g'rimi? Albatta, va bu bejiz emas. Chunki dublyaj san'ati bu shunchaki ovozlashtirish emas, balki kino qahramonining ruhiyati, his-tuyg'ularni tomoshabinga yetkazishdir. Ba'zi hollarda esa birgina ovoz butun boshli filmning ta'sir doirasini belgilashi mumkin. Aynan shunday. Obrazni his etish, ovoz orqali rol ijro etish haqiqiy qahramonlikdir. Muxbirimiz Muxlisa Solijonova ayni mavzuda lavha tayyorlaganlar. Ruxsat bersangiz, navbatni bersak. Marhamat. Komil Yormatov nomidagi O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Dublyajda artistlardan. Kino bu nafaqat tasvir, kino bu ovoz. Tomoshabinni ekranga mixlab qo'yadigan har bir sahnaga, har bir iboraga ma'no baxsh etadigan kuch aynan shu ovozdir. Quloqlarimiz eshitgan ovoz ko'pincha aktyorning o'ziniki emas, balki tasvir ortida turgan dublyaj ustasining mehnati. O'rton Vasilchev, bu sizni hisobotingizmi? Ha. Ishlagandan keyin durustroq ishlash kerak, yo bo'lmasa ishlamaslik kerak. Statistika aniq fan, u taxminni yomon ko'radi. O'zbek dublyajı turkiy tillar makonida o'z maktabiga ega bo'lgan san'at. Uning ildizlari 1930-yillarga borib taqaladi. O'sha kezlarda xorijiy filmlar o'zbek tiliga tarjima qilinib, ovozlashtirilgan bo'lsa, 1937-yilda Qasam filmi o'zbek kinematografiyasida ilk ovozli badiiy film sifatida tarixga kirdi. Mana oradan 85 yil o'tdi. Mazkur vaqt oralig'ida minglab aktyorlar, minglab filmlarga o'z ovozlarini berishdi. Bugun bu yo'nalish yangi avlod qo'lida. Mikrofon ortida turgan bu ijodkorlarni deyarli biz tanimaymiz, lekin biz sizlar kabi ularga hamon muxlismiz. O'sha kunlardan bugunga qadar yuzlab ovoz san'atkorlari ushbu yo'lni davom ettirdi. Ular boshqa aktyorlar ijro qilgan rollarga nafaqat ovozini, balki qalbini, tuyg'ularini, mehrini beradi. Natijada biz tomoshabin kadr orti zahmatkashlari yuzidan emas, ovozidan tanib maftun bo'lamiz. Har bir obraz yangi hayot, har bir jumla yurakdan o'tgan hissiyot. 1984-yildan beri O'zbek film kinostudiyasi qoshidagi dublyaj studiyasiga borishni boshlaganman. Ulug' ustozlarimiz Nabrahimovlar, Obid Yunusovlar, shular bilan qatorda biz ham yoshlar. O'sha yoshlar biza gurgur deyilardi, ommaviy sahnalarda g'idir-bidir qilib turardik. Shundan boshlaganmiz. Qarang, biza omadi bor aktrisalardan deyman o'zimni, chunki men ana shu To'lqin Tojiyev, Hamza Umarov, Omon Abdurazzoqov, Mukammal Rahimova, Nabir Rahimov, Obid Yunusov, shular bilan birgalikda o'sha studiyalarda ijod qilganmiz. O'zbek dublyajning faxri bo'lgan ustalar qatorida Obid Yunusovni alohida e'tirof etish mumkin. Uning ovozi bilan biz Sherlock Holmes, Komissar Rex, Qirol Lir, Robin Hood obrazlarini eshitib ulg'aydik. Azizim, shoirona gaplarga kiyim qilib bo'lmaydi. Shoirona gaplarga osh pishmaydi. Pul kerak, pul. Tilni sayratadigan ham, dilni yayratadigan ham, oilaga totuvlik, maza kirgizadigan ham, gina gudurat, janjal, g'alvani kushandasi ham pul. Pul topish yo'lini axtarish kerak. Pul. Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartirdi. Filmida esa aktyor butun obrazga qalbini baxsh etdi. Ushbu filmni Hamza Umarov, Obid Yunusov, To'lqin Tojiyev, Yoqub Ahmedov, Rima Ahmedovalar dublyaj qilishgan va o'z davrida aynan o'zbekcha talqini originalidan muvaffaqiyatli deya e'tirof etilgan. Agar biror nojo'ya ish qilganing quloqimga yetsa, ond ichaman. shohni gapini bo'lma. Ha. Lekin birinchi doktor bilan uchrashib, keyin kelar ekanlar. Sobit aka, sizga savol bersam maylimi? Kecha qayerda edingiz? Ayni vaqtda biz dublyaj studiyasidamiz. Bu yerda sahna yo'q, kamera yo'q, tomoshabinlar yo'q. Lekin film
qaytadan yaratiladi, ya'ni ovozlashtirish orqali. Men bir necha daqiqa davomida ovozlashtirish jarayonlarida ishtirok etdim. To'g'risini aytsam, bu jarayon siz-u biz o'ylaganchalik oson emas ekan. Aktyorning vazifasi, asosiy vazifa bu matn o'qish emas, balki unga berilgan aktyorni, obrazni jonlantirib berish ekan. Misol uchun, bir soatlik filmni olaylik. Unda 10 ta asosiy qahramonlar bor. Dublyaj jarayonlarida ham 10 ta dublyaj aktyorlari ishtirok etadi. Tasavvur qilyapsizmi? Bir soatlik filmga ovozlashtirish jarayonlari kamida bir hafta yoki bir oy davom etishi ham mumkin. Bu filmning qanchalar murakkabligiga bog'liqdir. Men esa ovozlashtirish jarayonlarini yana davom ettiraman. Dublyaj degani dubl, ya'ni dublikat, ikkinchi nusxa deganida endi aktyor yig'lasa yig'lab, kulsa kulib, har bitta aktyor yoki har bitta aktrisaga alohida aktyor ovoz berib, o'shani personajni butun nimasini, kechinmasini boshidan o'tkazib ijro etish. Qancha filmlar bor. O'sha rus tilini ham juda yaxshi biladigan odamlar o'zbek tilida ko'rsa maza qiladi o'sha filmni. Qaysidir filmlarni. Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi degan film misol. Ko'p filmlarda ovoz berganman. Hind filmi Shohruxxon bosh qahramonni o'ynagan, o'g'irlanmagan kelin degan filmni juda ko'p gapirishadi. Keyin eslasam, o'shanda bir 25 yil oldin dublyaj qilingan narsa, biza Gulchehra Nosirova aktrisamiz bilan ikkalamiz hammaga ovoz berganmiz. Hamma ayollarga Gulchehra Nosirova, hamma erkaklarga men ovoz bergan ekanman. Yoshlarimiz ko'pincha aka-uka Green ertaklarini ko'p eslashadi. Ishdagi ishq, Saroy javohiri kabi mashhur serial va filmlar ham o'zbek dublyaj san'atining mahoratini namoyish etgan asarlardir. Oybarchin Bakirovaning Qish san'atasi filmidagi sehrli ovozi ham necha qalblarni rom etgan. Seni tushimda ko'rdimmi? Hamon yodimdadir barchasi. Ko'l uzra shafaqqa termulganimiz. Ohista kuylaring, ko'ngil parchasi. Shu bilan birga multfilmlar dublyajı ham yurtimizdagi millionlab bolalarning tasavvuri olamiga ta'sir ko'rsatgan. Qunduz amakining qissalari, Qirol Sher, Madagaskar, Hayvonlar shahri, Sinbad kabi multfilmlar o'zbek tilida jonlanganda kattalar ham miriqib ko'rgan. Nazarimda ajdar jangchisi sen bo'lsang kerak. Sen o'sha qaymisan? Hasoskor hayvon. Dublyaj bu san'atni eng jozibakor va sehrli yo'nalishlardan biri deb hisoblayman. Agar uni jozibasi, shu sehr bo'lmaganda ommani, xalqni bu qadar e'tiborini o'ziga jalb qila olmagan bo'lardi. Bir necha yil avval dublyaj qilingan turk seriallaridan birida juda ham bir murakkab rol bor edi. Personaj. Juda qiynalganman, lekin jarayon vaqtida juda ham o'sha qiyinchilik bilan baravar zavqini ham his qilganman. Agar siz o'sha birga bir ijro qilganingizda uni mimikalari, yuz tuzilishlari, harakatlari, xarakteri, fe'liga, ko'z qarashlariga ovozingiz shunda o'ziga ko'z qo'yganday mos tushsa, ana shundan katta zavq olasiz. Yodimda qolgan animatsion multseriallardan bu Chip va Dale va Nikola. Lekin Chip va Dale ishlaganimizga ancha yil bo'ldi. Unda ancha yoshroq edim. Ovozim, tembri ham boshqacharoq edi. Unda Gayka va Chipga ovoz berganman. Dale, to'xta, shoshmay tur. Nega bunday qilasan? Hozir sen bilan birga ketishimizga to'g'ri keladi. Dublyajda yana bir qiziq jarayonlardan biri bu multfilmlarni ovozlashtirishdir. Siz u biz hanuzgacha sevib tomosha qiladigan o'sha mashhur bo'lgan Kung Fu Panda yoki Scrooge amaki, Muzlik davri kabi multfilmlar aynan mazkur studiyada ovozlashtirilgan. Siz bilarmidingiz, o'sha biz yoshligimizda mazza qilib tomosha qilgan Qunduz amakining ertaklari multfilmiga aynan Qunduz amaki obraziga O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov ovoz berganini. Bugun bu san'at yangi avlod qo'lida. Mikrofon ortida turgan bu ovoz egalarini ko'pchilik chehrasidan tanimas, ammo millionlab yuraklar ularning ovozini eshitib ulg'aydi. Bu ovozlar faqat titrda emas, qalblarga yozilgan allaqachon. Kimligini bilmayman. Nima kerakligini ham.